Assalomu alaykum. Sizlarni demak ontogenezning ilk bosqichlarida insonning psixik rivojlanishiga xos xususiyatlar mavzusi bilan tanishtiraman. Rejasi: birinchisi chaqaloqlik davri, ikkinchisi inqirozli davr sifatida go'daklik davri, uchinchisi hayotning birinchi yilida psixik rivojlanish, to'rtinchisi go'daklik davrining psixologik yangiligi, 1 yoshdagi inqiroz va beshinchisi ilk bolalik davridagi fiziologik va jismoniy rivojlanish, harakat malakalari, kognitiv rivojlanish. Demak, birinchi rejamiz chaqaloqlik davri. Tug'ilgandan 1 yoshgacha bo'lgan davr chaqaloqlik davri deyiladi. Odatda hayotning birinchi, ikkinchi oylari va hayotning birinchi yili go'daklik davri deb ataladi. Ikkinchisi 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan davr, bu ilk bolalik davri deb ataladi. Xorij psixologi Wolfning ta'kidlashicha, yangi tug'ilgan chaqaloqlar sutkaning ko'p vaqtini bir-birini almashtirib turadigan 4 holatda o'tkazadilar. Birinchisi tinch uyg'oq vaqti. Bola xotirjam, uning ko'zlari ochiq va diqqat bilan qaraydi. Bola o'z atrofidagilarni ongli ravishda o'rganayotgandek taassurot paydo bo'ladi. Ikkinchisi faol uyg'oq davri. Bolaning ko'zlari ochiq, lekin hech narsaga qaratilmagan. Bola qo'llari va oyoqlari bilan tartibsiz, koordinatsiya qilinmagan harakatlarni amalga oshiradi. Uchinchisi yig'lash davri. Bola qattiq yig'laydi. Yig'i koordinatsiya qilinmagan harakatlar bilan emas, qo'zg'aluvchan harakatlar bilan namoyon bo'ladi. To'rtinchisi bu uyqu davri. Bolaning ko'zlari yumilgan, bir tekis nafas olish, harakatsizlik, bir tekis nafas olmaslik va qo'l hamda oyoqlarning kuchsiz harakatlanishi davrlari bilan almashib turadi. Ikkinchi reja inqirozli davr sifatida go'daklik davri. Go'daklik davri bu bolaning himoyasiz, kam harakat, atrofdagi hodisalarga juda ham kam reaksiyasi bo'lgan boladan juda jadal ravishda rivojlanadigan, faol, tez ilg'aydigan, harakatchan, yordamga chaqira oladigan, quvnoq bolaga aylanish davridir. Go'dak yoshdagi bola ham jismonan, ham psixik, ham ijtimoiy jihatdan juda tez rivojlanadi. Uchinchi reja hayotning birinchi yilida psixik rivojlanish. Bola 3-4 oyligida predmetlarga qo'l uzata boshlaydi. Kattalarning yordami bilan o'tiradi. 5 oyligida u harakatsiz predmetlarni qo'li bilan ushlay oladi. Bola harakatlanayotgan narsani kuzata boshlaydi. U turli ovozlarga, jumladan kattalarning tovushlariga e'tibor bera boshlaydi. Uchinchisi hayotning birinchi yilida psixik rivojlanish. Go'daklik davrida bolaning to'liq kattalar bilan hamkorligi emotsional muloqot bilan bo'lib, bola kayfiyatining yaxshi bo'lishiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. 4-5 oyligidan boshlab bola o'z yaqinlarini begonalardan ajrata boshlaydi. Kattalar bilan emotsional munosabat shu yoshdagi bolalarning asosiy yetakchi faoliyati bo'lib, bola psixik taraqqiyotining asosi bo'lib hisoblanadi. Demak, bu nima degani? Bu degani, demak, mana shu yosh davrida kattalar, ota-onasi qanchalik ko'p shu bola bilan muloqot qilsa, uning psixik taraqqiyoti shunchalik yuqori bo'ladi. Ming afsuski, mehribonlik uylariga tashlab ketgan bolalarda shu kattalar bilan emotsional muloqot yetarli bo'lmaganligi tufayli ularda emotsional deprivatsiya kuzatiladi. 2 oylik davridan boshlab bolada oddiy so'zlarni, 3-4 oyligidan boshlab esa predmetlarni ushlash layoqati yuzaga keladi. Go'dak bola 2 oylik vaqtidan boshlab o'z onasining yuzini va ovozini o'zgalarnikidan ajrata boshlaydi. 2-3 oylikdan boshlab esa onasining tabassumi va kulgusidagi tabassum va turli harakatlar bilan javob qaytaradi. 3-4 oyligidan boshlab bolalar yaqinlariga o'z harakatlari bilan ko'rish, eshitish yoki gapirishni xohlayotganligini ko'rsatadilar. 8 oylikdan boshlab esa bola o'zgacha muhit va begonalar qo'liga tushsa, o'z xavotirini yig'isi orqali namoyon etadi. Bu xavotir 14-18 oyligida esa asta-sekinlik bilan kamaya boshlaydi. 4-chi rejamiz go'daklik davrining psixologik yangiligi. 1 yoshdagi inqiroz. Go'daklik davrida bola birinchi so'zlarini ayta boshlaydi hamda dunyo unga boshqacha ko'rina boshlaydi. Shu bilan buyurish bolaga kattalardan bo'linish, harakat subyektiga aylanish imkonini beradi. Birinchi yilning oxiriga kelib, yaqin kattalar bilan emotsional umumiylikning bo'linishi, rivojlanish, ijtimoiy vaziyatning qayta qurilishi ro'y beradi.
faqat yaqinlariga tushunarli bo'lgan va ko'rsatuvchi jestlar xarakteriga ega bo'lgan birinchi so'zlarning paydo bo'lishi kattalar bilan yangi progressiv muloqot usuliga aylanadi. Vigotskiyning ta'kidlashicha, emotsional bo'ron tipi bo'yicha kechadigan affektiv reaksiyalarning paydo bo'lishi 1 yoshdagi inqiroz namoyon bo'lishining xulq-atvor belgilaridir. Bola o'zi xohlayotganini talab qilib, kattalarga qarshi chiqib yig'laydi, polga yotib oladi, bolaning shaxsiy istagi paydo bo'ladi, uning subyektiga aylanadi, xohlovchi men paydo bo'ladi. Umuman, inqiroz bola taraqqiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunda turli buzilishlar kuzatiladi. Bioritmning buzilishi, masalan, tetiklik va uyqu, hayotiy ehtiyojlarni qondirishning buzilishi, ochlik hissi, emotsional anomaliyalar, yig'loqlik, tez xafa bo'lishlar kuzatiladi. Tushunadigan ota-onalar mustaqillikka intilayotgan bolaning faolligini kerakli tomonga yo'naltira oladilar. Bolaning maksimal xavfsizligi, g'amxo'rlik qilish, doimiy cheklovlar va mumkin emas so'zini kamroq ishlatishga harakat qilish zarur. Uydagi fazo mumkin va mumkin emasga aniq ajratilishi lozim. Bu mumkin bo'lganda cheklovlarni boshqa alternativ xulq-atvor bilan almashtirish lozim. Uydagi predmetlarni yaxshilab qarab chiqish, bola istayotgan predmetni xavfsizrog'i bilan almashtirish zarur. Ilk bolalik davrida predmetlarni harakatlari, kognitiv rivojlanish va so'nggi rejamiz. Ilk bolalik davri go'daklik davridan so'ng rivojlanishning yangi bosqichi. Ilk bolalik 1-3 yosh davri hisoblanadi. Ilk bolalik davri bola hayotidagi eng ahamiyatliga molik, uning kelajakdagi psixologik rivojlanishini belgilab beruvchi muhim davr hisoblanadi. Bu davrdagi rivojlanishning asosini bolaning to'g'ri yurishi, muloqotga kirishishi va predmetli faoliyatni egallash xususiyatlari tashkil etadi. Ilk bolalik davridagi psixologik yangilik. Bola tomonidan o'zining atrofdagilardan ajralish, o'zini harakat subyekti sifatida anglash, boshqa kishilar bilan taqqoslash. Bola harakatidagi o'zgarishlar. Vaziyatning mazmuniy markazi predmeti. Vaziyat markazi sifatida kattalar namoyon bo'lganligi hamda vaziyat markazida so'z yuzaga keladi. Ilk yoshdagi bolalarning yetakchi faoliyat turi bu predmetlarni o'rganish, predmetlar bilan manipulyativ harakatlar hisoblanadi. E'tiboringiz uchun tashakkur.